Telegramdagi ovozli xabarlarni MP3 faylga yoki videolarni MP3 faylga, video MP3larni ovozli xabarga aylantirish, ya'ni konvertatsiya qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan sizlar uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda xuddi shu Telegram bot orqali qo'shiqga rasm, tegi yoki qo'shiqni yaratuvchisini ismi, albomni, yozuvlarini o'zgartirish haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar va ushbu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta xursand bo'lgan bo'lardim. Qani bo'lmasam, ketdik. Qadrli kuzatuvchilar, hozir aytib o'tganimdek, biz bugungi videoda videoni ovozli xabarga, ovozli xabarni musiqani ovozli xabarga aylantirishi va mana bu yaratgan musiqalarni, xohlagan musiqalarning nomini o'zgartirish, faylini hajmini o'zgartirish yoki masalan MP4 bo'lsa MP3 ga, umuman o'qimaydigan narsalarni o'zingizlarga moslashtirib yoki musiqalarning nomlarini o'zingizlarga moslab, xohlasanglar musiqaga rasmiylarni qo'ysanglar bo'ladi. Sizlardan talab qilinadigan narsa, iltimos qilib qolardim, ushbu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishinglarni iltimos qilib qolgan bo'lardim va video xira bo'lsa, videoni sifatini tiniqlashtirib olib ko'rishinglarni maslahat bergan bo'lardim va bizga kerakli bo'ladi. Music editor, video editor bot kerak bo'ladi, Audio Factory bot bo'ladi. Ushbu botni mana bu yerdan ko'rib start bosishinglar mumkin yoki Telegram kanalimga bugungi sana bo'yicha, video chiqqan sana bo'yicha qoldirib qo'yaman, bemalol o'tib botga start bosishinglar kerak bo'ladi va bu joyda mana kerak bo'lgandan so'ng hozir sizlar bilan video jo'natamiz. Kanalga obuna bo'l deydi. Birinchi video jo'natganimizdan so'ng mana misol uchun videoni yuboryapmiz. Kanalga obuna bo'l deyapti. Kanalga obuna bo'lib olasizlar, ya'ni endi bu obuna bo'lganimizdan so'ng videoni yana qayta yuboramiz. Iloji boricha 20 megabaytdan kichikroq videolar bo'lsin. Mana videoni qayta yubordik. Mana bu joyda videoni kesish, MP3 ga aylantirish, ovozni aylantirish, videoga aylantirish. Xullas bemalol. Masalan, ovozga MP3 ga aylantirishni bosamiz. Bu videoni formatini mana MP3 formatga jo'natadi. Siz bu o'sha mana bu videoni, xuddi shu videoni MP3 fayli. Bemalol. Endi hozir biz sizlar bilan ovozli xabarni mana bunday MP3 faylga ko'chirishni o'rganamiz. Mana hazil. Shuni endi hozir mana buni ham botga yuboramiz. Bot oson, juda o'zbekcha foydalansangizdan bo'ladi. Mana iltimos variantini tanlang. Kessangiz bo'ladi. Orasini MP3 ga aylantirsangiz bo'ladi. Mana MP3 ga aylantirishni bosasiz, bu musiqa holatiga keldi. Musiqa holatiga kelgandan keyin sizlar nima qilasizlar? Batta bu Telegram botini havolasini qo'ygan. Sizlar o'zgartirishinglar kerak. Masalan, Ro'zi Muhammad Murodov Sevmay o'l misol uchun ashulani nomi. Tegini tahrirlashga bosasizlar birinchi. 3 soniyadan keyin qayta urinib ko'ring. Ko'p marotaba buyruq bajaraversangiz ozgina bot sekin ishlaydi mana. Fayl nomi, sarlavha, san'atkorlar, albom, rasm, mana bu joyda hamma narsasini mana fayl nomi o'zi yozib qo'ygan, san'atkorlar, sarlavha, bu joyga fayl nomiga kirasizlar. Misol uchun, xo'p, Murodov deb yozasizlar. Yozdinglar mana. Fayl nomi murodov.mp3.com. Endi Telegram bot deb qo'ygan sarlavhasi. Misol uchun Sevmay o'l qo'shiqning nomi yoki she'rning nomi. Endi men hozir qisqacha tezroq yozyapman. Uzr, xato kamchiliklar bo'lsa. Mana Sevmay o'l. Endi san'atkorlar Audio Factory botni o'rniga masalan san'atkorlarga xohlasanglar o'zingizlarning nominglarni yana Murodov qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, xohlasanglar kanalinglarni masalan Afsuski deb kanalinglarni yoki o'zingizlarni akkauntinglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi mana. Bu joyda endi nima qilasizlar? Mana rasm degan joy bor. Rasm joyiga bosasizlarda, bu joyga rasm bo'lsa almashtirishni bosasizlar xohlasanglar, bu joydan galereyalarda mana zaryadimiz ham tugayapti. Ming bor uzr. Keltirilayotgan mana bu ushbu rasmni bu o'zi zakaz bergan opamizning rasmlari. Aslida mana rasmni yuborganimizdan so'ng MP3 faylni rasmi, nomi, kanali, sarlavhasi bo'ldi. Endi nima qilasizlar? Saqlashni bosasizlar. Saqlashni bossanglar, bu
Mana ko'rib turganinglardek rasmi sevmay o'l, afsuski. Musiqani ochsa Murodov bo'ladi. Xohlasanglar mana afsuski degan joyini boshidan o'zingizlarning kanalinglar yoki da sevmay o'ldi o'rniga yana Murodov chiziqcha sevmay o'l qilib buni yuklab olishinglar mumkin bo'ladi. Masalan, buni hozir o'zimga jo'nataman. Qaytib qanday qilasizlar sizlar? Mana o'zimga jo'natdim deylik. Izohni berkitish jo'natamiz. Mana jo'nadi. Uje pastdagi xabar yo'qoldi. Buni bemalol kanalinglarga mana bunday ustiga bosib turib, masalan, ustiga bitta bossanglar, tahrirlash chiqadi. Masalan, Murodov chiziqcha sevmay o'l qo'shig'i musiqasi. Mana xuddi shunday qilib pastiga kanalinglarni qo'yib, buni kanalinglarga yuritsanglar bo'ladi. Xullas, ashulani qanday qilib, mana MP3 faylni, mana hozirgi MP3 faylni qanday qilib ovozli xabarga yuboramiz sizlar? Mana bunday MP3 faylni yuborasizlar-da, bu joyda ovozga aylantirish bor, ovozga aylantirishni bossanglar. Xo'p, boshqa tugash vaqtdan sonlardan quyidagi formatlar birdan boring deyapti. Xo'p, bu joyda misol uchun 0 bilan 60 qilamiz. Qarab turinglar. Tugash vaqti bilan oxirgi boshlanish bilan tugash vaqtini yozib qo'yishimiz kerak ekan. Masalan, 0 ikkita nuqta 1:57 ekan. Hop. 60 deb yozaylik masalan, videodagidek. Hozir bu 0 dan 60 gacha bo'lgan ovozli xabarni jo'natasiz sizlarga. Mana 1 minutlik qilib jo'natdi. Dardlar Xuddi shu she'rni ichimdan tirnar. ovozli xabar qilib jo'natdi. Jonda bardoshim charchamadi bu hayot. Xullas, qadrdon do'stlar, bizga shu bot kerak bo'ladi. Bemalol sizlarni og'iringlarni yengil qiladi degan umiddaman. Video foydali bo'ldi degan ham umiddaman. Inshaalloh videoga bitta like bosib aytganimdek kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar qadrdonlar.